Agar ayol kishi chin dildan sevsa va yonidagi inson unga xavfsizlik, tayanch va ishonch bersa, u xuddi kichkina qizaloqqa aylanadi. Uning harakatlari beg'ubor, quvonchi jo'shadi, kulgusi samimiy bo'ladi. U hayotga ochiladi. Chunki yuragining tub-tubida u yonida turgan inson uni asrashiga, qo'llab-quvvatlashiga va himoya qilishiga ishonadi. Lekin kuchli erkak o'z kuchini ayoldan izlamaydi. Chunki kuch aynan ayolga kerak. Ich-ichidan haqiqatan ham qudratli va o'ziga ishongan erkak yonida shunchaki bo'ysunadigan emas, balki o'z qadrini biladigan, mustaqil va o'ziga ishongan ayolni ko'rishni istaydi. Ammo gap shundaki, ishda qat'iy qarorlar qabul qiladigan, muammolarni hal qiladigan, dunyo bilan tengma-teng gaplasha oladigan ayol ham uyga qaytgach, shunchaki ayol bo'lishni xohlaydi. U yori erkalashini, kuldirishini, iltifotlari bilan siylashini, o'zini himoyalangan, asralgan his qilishni istaydi. U bir og'iz "sen nima istaysan" degan gapni eshitgisi keladi.